Katta-yu kichikka birdek manzur bo'ladigan tvorojniy korjiklar tayyorlaymiz. Idishga 2 stakan unni elab solamiz va 200 gramm muzdek margarinni qirg'ichdan o'tkazib solib olamiz. Urvoq holatiga keltiramiz. 200 gramm smetanaga 1 choy qoshiq osh sodasini uksusda o'ldirib solib aralashtiramiz. 3 ta tuxumni chaqib solamiz, bittasini sarig'ini olib qo'yamiz. Yarim stakan shakar, razrixritel va vanilin ham solamiz. Yana 3 stakan unni elab solib, yumshoq xamir qoramiz. Xamirni yarim soat muzlatgichda tindiramiz. Yong'oqdan kattaroq zuvalachalar yasaymiz. Bizga kerak bo'ladi 500 gramm quruq tvorog. Xamirni dumaloq shaklda o'rta qalinlikda yoyib olamiz. Yoyilgan xamir o'rtasiga tvorog shakar solib, yarim oy shaklda tugib olamiz. Va ustiga tuxum sarig'ini surib, vilka yordamida tushirib olamiz. Oldindan qizigan gaz pechida 180 gradus haroratda 30-35 daqiqada pishirib olamiz. Yumshoqqina mazali korjiklarimiz tayyor. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling va videoni saqlab qo'ying. Kommentariyada sizga yana qanday retseptlar kerakligi haqida yozib qoldiring. Yeganlarga osh bo'lsin, ofiyat bo'lsin.